Avvalambor assalomu alaykum hurmatli kanalimizni kuzatib boruvchilar hamda obunachilarimiz. Bugun bir sizlarga ish jarayonidan video qilib qo'yamiz qisqagina. Hop, mana oldimizda turgan shogirdimiz hozir drabelka tayyorlayapti. 3 fazali ham suyak uchun, ham makka sota, don uchun ishlab o'sha maydalab chiqaradigan drabelka tayyorlab boryapti hozir. Bu shogirdimiz o'sha yonimizda turgan kombaynda oldi qismini tayyorlayapti. Xo'p, men bekorga bu custom shim kiyib ataylab videoga chiqish uchun kiyinganim yo'q buni. Savol bo'lishi mumkin, nega bu custom shim kiyib oldi? Men o'zim oliy ma'lumotliman, institutni bitirganman, magistraturani ham bitirib, hozir maktabda dars ham beraman texnologiya fanidan. Shu o'zimizning sohaga taalluqli bo'lgani uchun, qiziqishimiz bo'lgani uchun o'qiganmiz. Hozir lekin maktabda ham dars berib ishlayman. Bu shogirdlarga keladigan bo'lsak, men o'zimni maktabdagi o'quvchilarim. Hop, yana bundan tashqari yana ikkita shogirdimiz bor, jami 4 ta. Hop, bu yerda turgan kombaynimiz ham tayyor bo'lib qoldi bu. Bu drabelkamiz ham bitib qoldi. Xudo xolasa buni ham ertaga yurgizdirib sinovlarni qilib qo'yamiz. Bu asosan shu suyakni keyin don makka soti uchun mo'ljallanyapti. Xudo xolasa hozir tashqi korpuslari bitib bo'ldi, ichlari ham tayyor. Motorlarni qo'yib, harakatni ulab yurgizdirsak bo'ldi, tayyor bo'ladi. Keyin yana bir o'zimizga qulaylik bo'lsin deb turib, mana hozir telefonda hech kim ushlab turgan ham yo'q. Shunchaki bitta joyga qo'yib qo'yganmiz, o'zi zaps qilyapti. Sizlarga o'sha tiniqroq, qaltiratmasdan, yaxshiroq chiqish uchun shu narsani oldik. Qolaversa yana mana yoqimda turgan mikrofonni ham oldik. Sizlarga haligi shamol paytlarida gapirganimizda kimlardir tushunmasligi mumkin. Shunaqangi bo'lmasligi uchun, tiniq ovozimiz sizlarga yetib borish uchun shu narsalarni bir o'zimizga qo'shimcha qilib oldik. Xo'p, bu drabelkamiz 7,5 kilovat 380 voltda ishlaydi. Soatiga 500 kilodan 700 kilogacha donni maydalaydi. Mayin holatda, yirik holatda undan ham ko'proq chiqaradi, 1 tonnagacha chiqaradi. Suyaklarni, haligi mollarni oshiq-moshig'i deydi yoki bo'lmasa kuragi deydi, o'shalarni ham bemalol maydalab yuboradi. Maydalash darajasi hop, kepak misolida bo'ladi. Kepak misolida, unmas-ku, kepak misolida qilib beradi. 1000 suyak qurigan bo'lsa ham, haligi optovda 1000 yaxshi quritilgan bo'lsa ham, deylik, maydalangandan keyin uning ichidagi haligi shilimshiqlari bilan xuddi bir yemga o'xshash bir yaxshi narsa bo'lib qoladi ekan. Buni oldingi 220 volt ishlaydiganini ham qilib berganmiz. Hozir endi shu 3 fazalisini zakaz bo'lgan, o'shani qilyapmiz. Bu drabelkamizning narxi 12 million so'm, ya'ni $1000 bo'lyapti. $1000 tayyorlab beryapmiz. Motori, hamma narsasi komplekt shunday olib borib ishlatiladi. Komplektda 3 xil setkasi bo'ladi. Endi hozir bir shtativni joyini o'zgartirib olamiz. Mana bu kombaynimiz narxi 55 million so'm. Yonboshidagi bunkuri hop, biz hisoblaganimizda 570 kg, 580 kg atrofida mahsulot sig'adi, o'sha fasol sig'adi. Klientlarimiz to'ldirib 12 qop fasolda qoplab olyapti hozirgi kunda. Oldi qismlari, oldida elevatorni harakatlantiruvchi shu reduktori bo'ladi, tagida elevatori bo'ladi. Orqa qismida noriyasi bor, endi uni o'rnatiladi. Bu ham xudo xolasa ertaga ishga yaqin holatiga kelib qoladi. Nasib qilsa ertaga balki yurgizdiramiz, balki ertadan keyin yurgizdirib, uni ham kraskasini sepib chiqarib olamiz. Yonbosh tarafida soladigan joyi razmeri 60 ga 80, mana eng tepa joyi 80 sm bo'ladi. Solgan mahalda bemalol shunday tiqqanda o'zi olib kirib ketaveradi. Haligi majburlab nima qilish shart emas, itarish shart emas. Yonbosh orqa tarafida bitta luki bor. Hozir mana shu qismida luki bo'ladi. Endi xoliydimi yo'qmi, nam narsani chiqarganda
o'tirib qolishi mumkin yo tiqilib qolishi mumkin. Shunaqangi holat bo'lganda tozalab turish uchun xizmat qiladi. Bu kombaynimizning narxi hozirgi kunda 55 million so'm. Bu kombaynlarning narxi hozir shu ikkovini chiqarganimizdan keyin narxlar ko'tariladi. Chunki biz oladigan mahsulotimiz salkam 2 baravardan ham oshib ketdi narxlari. Biz shunday bo'lgan taqdirda ham kombaynimizning narxini o'zgartirmadik bu sezon o'tib deb. Endi hozir biz o'sha jatkali kombaynlarga ko'proq zakaz olmoqchi bo'lib turibmiz. Chunki o'shalarda tortuvi yaxshi, ko'pchilik so'rayapti. Ishlashiga, hamma narsasiga biz javob beramiz. Hozir bularga ham yangiliklar kiritamiz. Mana masalan sizlar tasavvur qilib ko'ringlar. Oldidagi harakatlangan paytda zanjirlari ochiq turadi, kardanlari ochiq turadi. Endi biz shu kombaynimizning narxini ham oshirib, qo'shimchasiga shu zashtnik qilamiz. Kardanlarning ustini o'raymiz. Orqadagi shkiflar bor, katta 60 santimetrli. O'shalarni ham harakatini o'rab, xuddiki hali odamga ziyon yetkazmaydigan, mabodo qo'l kirib ketmasligi uchun xizmat qiladigan narsalarni qilib turib, shularga ham xizmat qo'yiladi. Qolaversa, yana tepaga qo'shimchalar bor. Donni yaxshiroq, tozaroq chiqarish uchun xizmat qiladigan qo'shimchalarimiz bor. Ularni ham qo'shib beramiz. Yana bitta narsani o'ylab turibman. Agar shu narsa masalan qulayligi bor bo'ladigan bo'lsa, bir sizlar kommentariyaga fikr bildirib qo'yinglar. Qani, yaxshi bo'ladimi, bo'lmaydimi? Yonbosh qismiga bitta to'rtburchak quti yasatamizda, ichiga kombaynning oldiga ketadigan zanjiri, pastdagi elevatorga ketadigan zanjiri, mana bu orqasiga don tashlaydigan kovushchalari, keyin yana uni ichida turadigan zanjirlari, hamma narsasidan bir komplektdan tayyorlab turib, yoniga qo'shib, iloji bo'lsa uni ham o'sha narxlarni hisoblab turib, haligi ortiqcha rasxod bo'lmasligi uchun hisobini yaxshilab chiqarib turib qo'shib qo'ymoqchimiz. Mana masalan siz dalaga borib ishlatayotgan paytingizda endi bu baribir temir qayerdadir yeyilishi mumkin. Eng ko'p holat shu harakat uzatadiganida zanjir uzilib ketishi mumkin yo boshqa bo'lishi mumkin, remeni. O'sha narsalarni bir komplektdan qilib yoniga qo'yib qo'ymoqchimiz. Nima deysizlar shunga? Bir fikr bildirib o'tinglarchi, qani yaxshi bo'ladimi, bo'lmaydimi? Masalan ishlayotgan paytda to'xtab qoladigan bo'lsa, borib qayergadir zanjir olib kelgandan ko'ra, menimcha o'shani olib turib, yana ishni davom ettirib ketgan afzal bo'lsa kerak deb o'ylayman. Keyin yana hozir meni ko'proq bezovta qiladigan savollar o'sha bizdan stanok olgan odamlar noto'g'ri yurgizishni orqasidan turib, bizga stanok bunaqa bo'lyapti, muammo qilyapti. Biz aytamizki, kombaynda gazlab ishlatinglar. Yurgizdirganda o'sha 540 oborotga qo'yib turib, gazlab ishlatilganda mana orqadagi turgan ventilyatorlari bor. O'sha ventilyatorlar o'zini vazifasini bajarib beradi. Ma'la gazga, eng past gazga qo'yib qo'yapti. Ventilyator yaxshi so'rmagandan keyin pastdagi hashak, elevatordagi hashaklar uyilib qoladi. Keyin bizga shunday muammo qilib, haligi so'rmayapti degan muammo bilan bizga chiqadi. Aslida unday bo'lmaydi. Siz gazlang, kerak bo'lsa donni ham qo'shib sovib olishga kuchi yetadi u nimalarni, ventilyatorlarni. Yoniga biz regirovka uchun joy ham ochib qo'yganmiz. Shunaqangi kuchli gazda ishlatganda so'rib yoradi. O'shani siz havo bilan regirovka qilasiz degan maqsadda yoniga qo'shimcha ham qo'shib qo'yganmiz. Lekin odamlar shu narsani ham haligi tushunmasdan turib, noto'g'ri yurgizib qo'yapti. Endi shuning uchun har bir odamga shu stanok olgan odamga biz hammasini atida tushuntirib beryapmiz. Yana bitta narsa, hozir meni juda ko'p asabimni buzgan narsalardan bittasi, kombaynni tayyorlab bitirib beryapmiz-da, yetib borgandan keyin pul yo'q edi, anaydi, manaydi qilyapti. Endi biz unaqangi o'ynaymiz. Kombayn bitdimi, pulni sanaydi, 1000 zaril bo'lgan taqdirda ham pulni sanab turib, keyin olib ketadigan holatga keldik. Chunki hozir meni pulim ko'chada yuribdi, o'sha Samarqandda yuribdi. Hali ham ular menga hali pulni qilib beramiz degan nimani qilmayapti. Shuning uchun ishonchni yo'qotyapti. To'g'risini aytganda, klientlar ishonchni yo'qotyapti. Mana masalan biz qilib beryapmiz, tozaligini ko'rib, chiqarishini ko'rib, hali odam kulib yoradi. Shunday bo'lyapti-ki, hozir bittasinikida ishlash jarayonida ko'rdim. Bir dona sindirgan yo'q. O'shanday bo'lgan taqdirda ham menga nolib, xuddiki hali menga pulini bergan yo'q-da u. Pulni bermaslik maqsadida meni boshimda qotiryapti-da. O'shaning uchun endi nima bo'lgan taqdirda ham pulni sanaydi, beradi, keyin olib ketadi. Bo'lmasa stanogi qolaveradi chetda.
uni to'g'ri tushunish kerakda. Biz ham mana shuncha mehnat qilyapmiz, zakladni olyapmiz, to'g'ri-ku, lekin kombaynni ham bitirib beryapmiz-da. Aytini yulib qolib, baytini yulib qolib nima qilganimiz yo'q. Mabodo kamiketiga bo'lsa, biz yonimizdan rasxod qilib bo'lsa ham borib turib to'g'rilab berib kelyapmiz. 1 so'm bizga to'g'rilab berganimizga pul bergan yo'q odamlar. Biz Samarqandga bir marta borib kelishga kamida 1 million ketadi, kamida. Uni o'zlaring to'g'ri tushuninglar. Haligi biz mehnatni qilib turib, endi sal peshini terini rohatini ko'ramiz deganda klientlar unaqa qilib qo'yapti-da. Shuning uchun endigi kimdir zakaz bermoqchi bo'ladigan bo'lsa, oldi pulni naq qilib qo'yib turib, keyin zakaz beringlar. Bir ikkita holatlar ham bo'ldi-ku, endi uni aytmasak ham bo'laveradi. Xo'p, shunday qilib endi videomizga yakun yasaymiz. Bu kombaynlarimizni narxi 55 million so'm. Ko'p klientlarimiz mana shunday olyapti, chunki olib borib qo'yib turib ishlatgan mahallingizda yonida bunkeri bor. Orqada bir kishi tog'ora elab o'tirmaydi. Bunda shunday o'zini bunkeriga yig'averadi. 2 kishining o'rnini oladi. Bittasi tog'oraga solib tursa, ikkinchisi qopni ushlashib turadigan odamga siz 2 ta odamni ishchisini yo'qotasiz. Attiga 10 million so'm razisa qiladi. 45 million so'mlik yerga chiqarsa, 55 millionligi shu o'ziga yig'adi. Shu 10 million so'm qimmatiga olasiz, lekin yonida shu ikkita ishchini pulini siz o'zingiz chiqarib turib kombayningizda olasiz. Xo'p, endi jatkallarga o'tamiz. Jatkallarimizning narxi 145 million so'm bo'lyapti hozirgi kunda. Endi o'shandan ko'proq zakaz olamiz. Xudo xolasa bahorga nalichiga tayyorlab qo'yishga o'sha harakatni boshladik. Mana bu ikkalasini chiqarib olganimizdan keyin o'sha jatkallarni nalichiga tayyorlab qo'yamiz. Telefon qilib turib sraz olib ketsalar bo'ladi. Narxi 145 million so'm. Agar ko'ramiz, imkon qadar ko'proq chiqarishga harakat qilamiz. Telefon nomerlarimiz 91lik 140 95 56, 97lik 040 95 56. Telefon qilgan mahallaringda ish qilayotgan bo'lsak, telefon eshitilmasligi mumkin. Shuning uchun to'g'ri tushunasizlar. Yana bir 2-3 martadan har xil vaqtlar bilan telefon qilib turib, eshitsak, sirazi ko'taramiz, javobini beramiz. Qanday savollar bo'lsa, bemalol telefon qilib so'raverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.